Kinna yo'yadigan odamlar baxshini shogirdi bo'ladi desam ishonasizlarmi? Xo'p, azizlar, qori ham faqat reklama qo'yaverar ekan demanglar deb bir ozgina ma'lumot aytib beraman o'zimizning sohaga doir. Hozirda bilsanglar, kinna yo'yadigan odamlar bor va kinna yo'ydirishga boradiganlar bor. O'zini yo farzandini kinna yo'ydirib chiqay deb turib mahallasida bunisiga olib kiradi. O'zi aslida kinna yo'yish qanday bo'ladi, nimaga kinna yo'yiladi, kinnachilar qayerdan kelib chiqdi, shuni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, o'sha kinna yo'yadigan odamlar baxshini shogirdi bo'ladi desam ishonasizlarmi? Kichkina baxshcha bo'ladi kinna yo'yadigan odamlar. Nimaga? Chunki kinnachilikni bo'yniga qo'yib beradigan odam baxshi bo'ladi. Bu kinnachilikni bo'yniga oldi atamasi so'zi voha tomonlarda qo'l berdi, qo'l ordi deb ham yuritilar ekan. Xullas, qanday holatda bo'lsa ham kinna yo'yadiganlar haqida. Nima bo'lib kinnachi bo'lib qoladi odam? Boshida u insonga ziyon tegadi, jin tegadi, og'riydi. Og'rigandan keyin doktorga boradi. Doktorga boradi, u doktorga boradi, bu doktorga boradi, ko'rinadi, yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmagandan keyin nima qiladi? Bir dam soldiray deydi. Baxshi yo folbinga boradi. Dam soldirish maqsadida. Endi baxshi folbinga borgandan keyin baxshi folbin sizga jin tegib qolibdi. Jin tekkani sababli og'riyapsiz siz. O'zingizni o'qitib, ruqiy o'qitib tozalatib oling demaydi-da. Baxshi nima deydi? Siz deydi orqali ekansiz deydi. Odamlaringiz bor ekan deydi. Odamlaringiz oq ekan deydi. Bobolaringiz bor ekan, momolaringiz bor ekan, faloningiz bor ekan, chiltonlaringiz bor ekan. Xullas jinlarga har xil nomlarni qo'yishib olib, bo'yningizga olmasangiz bo'lmaydi. Kinnachilikni bo'yningizga olasiz. Yosh bolachalarni, o'zingizni nabiralaringizni, qo'ni-qo'shni bolalarini kinna yo'yib turasiz deb turib, haligi insonni kinnachi qilib qo'yadi. Erkaklar ichida ham kinnachilikni bo'yniga olganlari bo'ladi ba'zida, ayollarning ichida ham kinnachilikni bo'yniga olganlari bo'ladi. Va bunaqalar juda ko'p. Bizga ko'pchilik murojaat qilyapti. Endi xo'p, uniku kinnachilikni bo'yniga olyapti. Endi sizni boshingiz og'rib qolsa yoki nabiringiz, o'g'lingiz, qizingiz, kichkina farzandingiz injiqlanib qolsa, bir kinna yo'ydirib chiqay deb turib, kinnachiga borib kinna yo'ydirish to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Shariatimizda mumkin emas, to'g'ri emas. Kinna yo'ydirib bo'lmaydi. Chunki hozirgi aytganimizdek, kinnachiga boradigan bo'lsangiz ham, baxshiga bordini hukmi bilan bir xil bo'ladi. Baxshiga bordingizmi, kinna yo'ydirib chiqdingizmi? Baxshi kinna yo'yadigan odam baxshini shogirdi bo'lgandan keyin, kichkina baxshicha bo'lgandan keyin kinna yo'ydiraman deb kirgan taqdiringizda ham siz baxshiga borganlik bo'lasiz. Buni oqibatida siz gunohkor bo'lasiz. Og'ir gunohkor bo'ladi, ertaga buni javobgarligi qattiq bo'ladi. Shuning uchun agar mabodo boshingiz og'rib qoladigan bo'lsa, yo nabiringiz injiqlanib, o'g'lingiz, qizingiz qaysar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zingiz bilgan suralarni o'qib, dam solib, boshini o'zingiz uqalab, qo'l oyoqlarini uqalab, bilgan suralaringizni o'qib, dam solib qo'yadigan bo'lsangiz, bir kun emasdir, 2 kundir, 3 kundir, 4 kun, 5 kundir shu amalni har kuni dam solib turadigan bo'lsangiz, yaxshi bo'lib qoladi, o'tib ketadi. Bunaqa kinnachiga borib, kinna yo'ydirish shart emas.